20 metr tovar olgan odamga bitta ko'ylak muz hadya beryapmiz inshaalloh. Zo'r. Hayitlik, bayramlik. tanlab olishaveradi mana. 20 metr tovar olsa bo'ldi. Shartlari juda ham oddiy, ina. 20 metr 20 metr olasiz, qizingizga, o'zingizga saylab olinaveradi ko'ylaklar. Ina, yo'q sotilmaydi opalar. Ina, tovar olsangiz bo'ldi beramiz. Ina. 20 metr olganga bitta ko'ylak mut. Ham bu yerda tovarlar arzon. Ham yana podarkasi ham bor ekan. Endi bu bayram shukuhi inshaalloh. Sog' bo'linglar. Xudo xolasa sizlar uchun xizmatdamiz. Sizlar uchun faqat yaxshisini intilamiz. 9 etaj arzon sim tovarlar sizlarni yaxshi ko'radi. Mana hayitli bayramga podarka qidirib yurganlar. Mana podarkaliklar. 2 metr, 2,5 metrdan bitta zo'r ko'ylak chiqaradi. Joldirab turibdi lekin boshqasi. Chiroyli. Yana skidkaga tushibdi 10 ming so'mdan. 10 mingdan. 12,5 sotayotgandik, 10 ming so'm bo'ldi. Yana do'stlar 10 mingga tushdi. Yana 10 mingga tiger poplilar ham 10 ming bo'ldi. Har xil rasetkalari bor. Yana ko'raverasiz. 7,5 ming so'm. 7,5 ming yana. Tanlab oling, shifonlarda har xil rasetkalari bor. Va tovarlar sifatini ko'rib olaverasizlar. 15 ming so'mdan. Odam ko'p yana, odamlar o'zlari yana tovarlarni ko'rib olib turibdilar. Bu videoda tovarlarni ko'psini o'zgartirganlar, yangi tovar, ham narxlari ham yana tushgan. O'zgardi inshaalloh. O'zgargan yana. Faqat shu xalqimiz uchun inshaalloh hammasini chiroyli qilishga harakat qilamiz. Hammalarga rahmat. Xudo xolasa bu yoqda ko'rpaliklarimizni hozir ko'rsataylik. Xo'p bo'ladi. Dubaylarimizni qalin varianti bo'ladi. O, qalin ekan-a? Mana ova. 1.15 dan 3 ta taka chiqaveradi yenidan. 1.15 olasiz, 3 ta taka chiqadi. Xamilyonlarimizni ko'rpachaliklari bor edi. Ko'rpachalik. Yenidan 2 ta ko'rpacha chiqadi. 220 olsangiz 2 ta ko'rpacha. Assalomu alaykum, Alixon kanalining obunachilari. Ko'rib turganlaringizdek 9 etajli tenda joylashgan optim metrajli narx-navolari bo'ladi. Do'stlar, bu yerda yangilik ko'p ekan. O'tgan videoga qaraganda hamma tovarlarni yangilaganlar. Xudo xolasa hozir shu yangilagan tovarlarning narx-navolarni bir yandan ko'rsatamiz. Ko'rib kuzatib boraverasizlar. Do'stlar, adresini aytib o'tadigan bo'lsak, yana 9 etajning yonida joylashgan. Yine bir de tavuk pazarı, tavuk pazarının yanında. Urganch Dehqon bozorida tavuk pazarı ne deseniz ya 9 etaj ne deseniz gösterdiler. Derin gözlerinize taşlanadi yine. Bu yerda her doimgidek odam ko'p. Kelaverasizlar yine. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sog'ligingiz yaxshimi? Charchamayapsizmi? Rahmat. Assalomu alaykum. Hurmatli Alixon kanali podpischilari, kuzatuvchilari, hammalarga rahmat. O'tgan safargi video zo'r chiqdi. Xudo xolasa hammalar potlatdinglar kommentariyalarda ham. Inshaalloh yaxshimisiz aka, charchamayapsizmi? Rahmat. Sizmisiz? Yangiliklar bor ekan. Yangiliklarimiz dim ko'p, xudo xolasa ko'na tovarlarni polniy tek taraqladik inshaalloh. O'zgartirdingiz-a? Hammasini o'zgartirib, toza tovarlar tashladik. Xudo xolasa. Ina do'stlar, bu tovarlar hammasi toza, yangi tovarlar. Eski tovarlardan hech ham qolmadi. Ularimizni eski tovarlarni boshqa joyga ko'chirdik Archantaga. Bu yerga hammasi toza tovarlarimiz yetib keldi. Yana bugun yangilik bor. Hammalarda hayit ayyomlar bilan kelayotgan yana bir bor. Xo'p, bizda bugun 20 metr tovar olgan odamga faqat bugun bitta ko'ylak bor, qo'shib beramiz. 20 metr, ava, shunday ko'rsatib qo'yamiz buni. Ina og'a 20 metr tovar olgan odamga bitta ko'ylak muz hadya beryapmiz inshaalloh. Zo'r. Hayitlik, bayramlik. tanlab olishaveradi mana. 20 metr tovar olsa bo'ldi. Shartlari juda ham oddiy, ina. 20 metr olasiz. 20 metr olasiz, qizingizga, o'zingizga saylab olinaveradi ko'ylaklar. Ina, yo'q sotilmaydi opalar. Ina, tovar olsangiz bo'ldi beramiz. Ina. 20 metr olganga bitta ko'ylak mut. Ham bu yerda tovarlar arzon, ham yana podarkasi ham bor ekan. Endi bu bayram shukuhi inshaalloh. Chiroyli qilib beryapmiz. Endi bir qator tovarlarimizni obzor qilib qo'yamiz. O'tgan videomda ko'p odam rahmat dedi, shunday arzon tovarlarni olib kelsa, xalq uchun hammasi 12,5 ming so'm. Xudo xolasa sog' bo'linglar. Xudo xolasa sizlar uchun xizmatdamiz. Sizlar uchun faqat yaxshisini intilamiz. 9 etaj arzon sim tovarlar sizlarni yaxshi ko'radi. Xuddi sizlar bizni yaxshi ko'rganinglardek. Mana xarir tovarlarimiz bu mestamizga yangilik. Umuman kelmagan tovar edi bular. Toza olib keldik.
tozalari Necha so'mdan? 12,5 ming so'mdan. 12,5 mingdan. 12,5 ming Hariri degan tovar bu. Yana biri do'stlar. 60 yozgi tovar. Yozgiliklar. Har xil rasvetkalari bor, dim ko'p. Yana Do'stlar, Kel ko'rib orasida. turganlaringizdek, bu o'tgan videoma qaraganda yangi tovarlarni hammasi narxlarini bir toza yandan tovarlar ko'rsataveramiz. keldi. Xo'p, endi İzmirlarimiz qoshli bo'ladi bularimiz yana. İzmir tovar, qosh Swarovski tushib qolmaydi, qattiq chiroyli bosilgan bo'ladi qoshlari. Bu ham 12,5 ming 12,5 so'mdan. ming yang. Yana 12,5 ming so'mdan. Yana do'stlar. Xohlasa. Yana har xil Kelib sveti bor tanlovga ekan. torasizlar. Rasvetkalari dim ko'p. Yana. 12,5 12,5 bo'ladi. 120 xil rasvetkasi bor buni. Yana do'stlar. 12,5 ming so'mdan ijon gulli, mayda gulliklari, har xil Tovarlari zo'r, bor. lekin maqtab turibdilar. Yana. Gel- Xohlasa tovar sifatiga, Ana ko'rsangiz o'zingiz bilasizlar, kachib hammasiga javob beramiz inshaalloh. Bular hammasi zavodskoy. Hech qanaqa bir ko'chadan olingan narsa emas. Mana. Hammasi zavod 12,5 ming yang. narsasi keladi. 12,5 ming so'mdan tanlab 12,5 olaverasizlar. ming. Bozordan arzon yurishga harakat qilamiz. Hammasi xalqimiz uchun mana yordam bo'lsin. To'ychilarimizga, xalqimiz arzonchilikni ham ko'rsin. Qancha arzon va sifatli bo'lsa shuncha yaxshi-da. Shuncha yaxshi. Bizga ham yaxshi, biz ham. Ularimiz 12,5 ming so'mdan. Singapurlarimiz kelgan bu yoqda. Mana adnatonni Singapur deydi bular, Ha, yozgi adnatonni, tovarlarimiz. Yine. Adnatonnilar. Yozgi. Yana Cho- 10 ming cho'ziluvchan so'mdan ekan, ang? cho'ziladigan lafshali. Bular Strechqilar 10 ming so'mdan. 10 mingdan ekan bular. Yana biri 60. 10 ming so'mdan. Bozorda o'zi 15 ming, 18 ming sotadi. Biz ham 12,5 sotardik, hozir skidkaga 10 mingga tushirdik. tushirdingiz. Yana. Yana Hayit to'g'ri arafasi 10 ming so'mdan. Har xil Har xil rasvetkalari sveti bor bor. ekan, ang? Kelaverasizlar, har xil svetlari. Yana tanlab olaverasizlar. Malades. 20 metr bo'ldimi, akajon? Tovarlarim dumzo'r. 50 bo'ldimi? Bo'ldi, ko'ylab berdik. Sog' bo'ling. 20 metrga bitta ko'ylab Yana qo'shib do'stlar, beryapmiz. go'nak berib turibdilar. Yana. 20 metrdan oshsa bo'ldi. Bo'ldi. Qolgan tovari 20 metrdan oshsin, bitta ko'ylak mut. Xo'p, bu yerda hibigi fiyorlarimiz bor yana. Hibigi fiyorlar. Hibi haqiqiy havo o'tkazadigan. Ko'ylakka, dvoykaga kelgan eng zo'ri. Letni bular, ang? Havo. Eng zo'ri dasturxonga qilsangiz ham bo'ladi. Dasturxon. Parda qilib qo'ysa ham bo'ladi, azizlar. Qancha dedingiz? Bularimiz 7,5 ming so'mdan. 7,5 ming yana, 7,5 mingdan ekan. 2 metri 15 ming so'm bo'ladi. Dasturxonga ham zo'r bo'ladi. 1,5 metr olsa 40 mishli chiroyli dasturxon chiqadi. Yana do'stlar. Shekalari burjuaza bilan Har chiroyli xil, dasturxon buni har bo'ladi. xil sveti bor ekan, Har ang? xil rasvetkalari bor. Yashil, sari, yana imundek svetlari yana zo'r. Har xil rasvetkalari bor. Xudo Kim xolasa qanday zo'r svet yaxshi material. olaveradi. Endi qaysi svet sizga ma'qul kelsa, bemalol kelib olib Apka ketasiz. tovari yaxshimi ekan? Tutib ko'rdingizmi? Yaxshi, ang? Yana. Endi Endi qo'ldan. 7,5 ming so'mdan 2 7,5 metr 15 ming so'm bo'ladi. Xo'p, bu yoqda markizalarimiz hiba markiza bo'ladi. Bularimiz endi 170 lik xili. 170 ang? Yana materiali zo'r, hiba, havo o'tkazadigan yozgi tovarlarimiz 17,5 ming so'mdan 1 metr. Yo, montajat tashlaymiz. 2 metr 35 Alixan deb turadi. 2 metr 35 ming so'mdan bo'ladi. 2 metr 35 ang? 2 metr 35. Yumshoq ekan. Har xil rasvetkalari kelgan. Mana hayitli bayramga podarka qidirib yurganlar. Yana podarchaliklar. 2 metr, 2,5 metrdan bitta zo'r ko'ylak chiqaradi. Yoldirab turibdi lekin boshqa Dim chiroyli. Materiali ham zo'r. Endi haqiqiy havo o'tkazadigan hiba markiza. Masla bu. Ham bu yumshoq bir tana yaqadan Ajoyib. tovar. 17,5 ming so'mdan kelishaveradi aka. Xo'p, endi bu yoqda paplinlarimiz, hiba paplinlar bo'ladi. Garoshkaliklar 10 ming so'mdan onajon. 10 mingdan. 10 mingdan. Bu yerda İzmirlarimiz bor yana. İzmirlar deyiladi bulardi. Endi 1,5. İzmirlarimiz ham 10 ming so'm. Yana 10 ming so'mdan. Yana har xil rasvetkalari bor. Bo'ldi hojan, hozir beramiz. Endi Tiger paplinlar bu yerda 12,5 ming so'mdan, yana biri 60. 12,5 ming so'm bo'ladi. Yana Yana skidkaga tushdi. Yana skidkaga tushibdi 10 ming so'mdan. 10 mingdan. 12,5 sotyapti, 10 ming so'm Yana bo'ldi. do'stlar 10 mingga tushdi. Yana 10 mingga Tiger paplinlar ham 10 ming bo'ldi. Zo'r gap yo'q ekan. Yana 7,5 ming o shifonlar. Tigerlar har xil rasvetkalar. Bu keloring 10 ming so'mdan 10 ekan. mingdan. Arzonmi ekan? Yana skidkaga tushirdik. Hayitligina. Hozir hojana beradi. Opa tezroq bu yoqqa ham o'lchab bering. Endi bu yoqda shifonlar. Yana hozir yana Berunidan ham kelib turgan ekanlar.
Shifonlarimiz endi 1.60lik shifonlar 7,5 ming so'mdan aka. 7,5 dan shifon deyiladi. Havo o'tirib. Bular tilqi, original tilqi, endi 1.10 bo'ladi. Bularimizni 120 ming so'mdan beryapmiz opalar. Metri 120 ming so'm. 3 metrdan bitta ko'ylak chiqadi. Bular original xili. Ina. Bularimiz 7,5 ming so'mdan shifon deyiladi bular. Shifonlarimiz 3D shifonlar bor, gulli shifonlar bor ina. Tanlab olib ketaverasizlar. Adnatonli shifoningiz yo'qmi? Endi adnatonimiz yo'q. Ina. Ushab ko'ring hojan. Yo'q, saroshka kiyish Meni kerak. do'stlar. Ha, sarushka. Mana bo'ladi, uni taping qarriga paplinmi? Paplinlarga bu yoqqa o'tasiz. Hojani o'rtaga o'ting. Har xil rasetkalari bor. Ina ko'raverasiz. 7,5 ming so'm. 7,5 ming yana. Tanlab oling shifonlarda har xil rasetkalari bor. Endi bu shifonimizni ichiga ichligimiz bor ina. Bu adnatonni paplin deyiladi bularimiz. Bular Metri endi 1,5 bo'ladi. Metri 10 ming so'mdan 10 aka. mingdan, 10 mingdan. Mana shu shifonlarda ichiga ishlik bo'ladi mana. Bunday bo'ladi. tovarlar ham arzonlabdir ina. Va bular skidkaga tushirdik ham. Ina. Yana shunday bo'ladi, ichi ko'rinmaydigan bo'ladi. Ko'rinmaydi. Ava. Endi buni ikki xil rasvetkasi bor, oqi bor, moloshnisi keldi. Shkolant sveti bilan oqi keldi yana. Oppog'i. Shu narxdan bo'lar ana. Shu narxdan 10 ming so'mdan bo'ladi metri. Endi bu yerda shunday poloskali tavallarimiz eni 2 metr. Yana eni 2 metr bo'ladi. 7,5 ming so'mdan pul aka. 7,5 ming. 2 metr 15 ming so'mdan. Tovarni ko'rib. Rasvetkalari bor. Bular dvoykalarga, uzun cho'tki ko'ylaklarga zo'r aytadi. Endi 7,5 ming so'mdan. 7,5 Chevarlar hazatsin. Endi 7,5 dan rasvetkalari qizil, Har xil sveti bor ekan bularning. Endi kul rangi, yashili, elektr svetlari bor. 7,5 mingdan kelaverasizlar. Endi ko'rpali tovarimiz, bu yozgi ko'rpa deydi. Endi 2 metr, ichi paxta, bularimizni 30 mingga tushirib qo'ydik hojani. 30 ming, ha? Endi chistin paxta, sintifon emas, tellatmaydi. Ina. 30 ming so'mdan, endi 2 metr bo'ladi. 220 olsangiz, 220 olsangiz, bitta plastinani ustiga tutib ko'rpali bo'laveradi opa. Bitta katta 9 palniga tushaveradi. Ko'ribdi. Xo'p, endi bu yerda original 3D'larimiz, birinchi partiyalari bularni haqiqiy zo'r chiqqani. Koreyskiy varianti. Buni isbotlab ham qo'yamiz ina. Yonboshlari tikilgan, ha? Ina. Agar prostoy bo'lganda naq bilan qaytarilgan bo'lardi. Bu sochiqchalari bor. Mahkam tikilgan ekan. Bularimizni pechatlari bilan ina. Koreyskiy yozuvlar bilan pecha. Bu koreyskiy 3D deyiladi. 17,5 dan boshida sotuvdik. Hozir 12,5 ming so'mdan. 12,5 tushdi. 12,5 mingga tashab qo'ydik. Endi 1.60 bo'ladi. Ina rasvetkalari. Har xil gulliklari bor. Har xil guli nasi bor ekan, sveti. Bo'rtib turganga o'xshaydi, chiroyli turadi, ustilada. 12,5 ming, 2 metr 25 ming so'mdan. Zo'r ekan lekin. Har xil rasvetkalari zo'r. Kelaverasizlar inshaalloh. 12,5 ming so'mdan 3D paplinlarimiz. Endi bu yerda do'yinlarimiz ham bor, do'yin. 12,5 ming so'mdan do'yin original 12,5 dan. Endi bu yerda do'yin qo'shlar. Original do'yin qo'shlarimiz 15 ming so'mga tushirib qo'ydik. 15 ming. 17,5 dan sotganmiz. Hozir 15 mingga tushdi. Qoshlari Swarovski tushib qolmaydi. Chiroyli bosiladi. Endi 1.60 bo'ladi. Kelinaveradi. Endi do'yin originalga bosilgan bularimiz. 15 ming so'mdan. 15 ming. Rasvetkalari bor mana. Har xil gullari bor. Kelib olib ketaverasizlar. Ina mayda gullik. Yoshi kattaroq onaxonlarimizga tushadi. Nim tushadi ina. Zo'r. 15 ming so'mdan. Bularning har xil svetlari bor. Kelaverasizlar 15 mingdan. Tanlab olib ketaverasizlar mana. Xudo xolasa yangilikni zo'ri bu. Do'stlar, bularni 17,5 mingdan sotganmiz aka. Hozir 15 mingga yana skidkaga tushirib qo'ydik. 15 ga tushding. Yana 17,5 mingdan sotgan Cupralarimiz, bular Cupra, Turk Cuprasi deyiladi. Bular original variantlari. Ena Cupralarimiz 15 mingga tushdi. Ena bu ipak Turkiya, Turk Cuprasi ipak bo'ladi. Haqiqiy havoni zo'r o'tkazadigan narsa. Gap yo'q. Ena originalligini isboti o'sha pechati.
5-15 dan kelaverasizlar. 15 ming O'zlaringiz so'm. ham yana kelib, ko'rib olasizlar. Havo tovarlar Bu yerda yana sifatini ko'rib olaverasizlar. Har 15 doimgidek ming so'mdan. odam ko'p yana, odamlar Yum, o'zlari yana shoqqina. tovarlarni ko'rib olib turibdilar. Ina. 15 ming so'mdan kelaverasizlar. Kupralarimiz 15 mingga tushdi. Ular 10 mingmi? 15 ming so'mdan kupralarimiz onajon tanlab olaverasiz. Tovar Rasetkalar, yaxshi makina bitta ko'rdingiz. materiali Zo'r. zo'r. Ina. Ina. Materiallariga javob beramiz, xudo xolasa. Ina. Yushang. Mana mashina. Rasvetkalari dim ko'p bu yerda. Bir 20 xil rasvetkasi bor kuprani. Tanlab olib ketaverasizlar. Qani? Ina. Rasvetkalari zo'r. O'zlaringiz yana baho beraverasizlar. Endi bu yerda videomiz yoqib turgan bo'lsa, yana bir like bosishni unutmanglar. İzmir bo'ladi bularimiz. İzmir tovar. Garoshkali xili 10 ming so'mdan. 10 mingdan ang. 10 mingdan Necha garoshkali. metr bu? Eni 1,5 bo'ladi. Eni 1,5. Rasvetkalari ko'p, xudo Har xolasa. xil sveti bor. Katta, kichik, mayda kelaverasizlar. Har xil garoshkalilari bor. Medara qilang. Ena 10 ming so'mdan tanlab olaverasizlar. Endi bu yerda Silin, Istanbul, Xibib aplilarimiz bo'ladi. Ena 12,5 dan sotganlarimiz hammasi 10 ming so'mga tushdi. 10 mingga 10 mingga tushdi ena. Silillar, Istanbullar 10 ming so'm bo'ldi. Ena. Toza Ena partiyada do'stlar, 10 ming so'mdan Ina. tanlab olaverasizlar. Har xil narsa bor ekan. Mana rasvetkalari, dim chiroylilari. Hammasini o'zimiz saylab olganmiz. Ena 10 ming so'mdan tanlab olaverasizlar. Ena. Bular silin deyiladi aka. Oddiy xibib papli emas. Zo'r ekan bu ham, ha? Silin, yonida sochiqchalari bo'ladi, silinladi. Ina kelib ko'rib, Ina. ko'rsangiz o'zi ma'lum bo'ladi. Mana ular xibib papli deyiladi aka. Ena. Havo Xibilarimiz turib turadi ang. Xibilamiz bilan silinda farqi, noh bilan qaytarilganlari xibi, sochiqchalari bori silin bo'ladi. Silini yaxshirog'i deyiladi. Ena 10 ming so'mdan. Buni ko'ring. Ena. Tanlab olaverasiz 10 ming so'mdan. 10 mingdan aytaylik. 10 ming so'mdan tanlab oling, 10 ming bo'ladi, xudo xolasa. 44 metr. Ena. Zo'r ekan. Tanlab Har xili bor olaverasizlar. ekan ang. Ina. 10 ming ham bo'lar ham ang. 10 mingdan aka. Hammasi tanlab oladi mana shu yerda. 10 ming so'm. Sotin odamlar bir ko'rgandan o'zi biladi tovarni. Ena. 10 ming so'm. 10 ming so'mdan. Laylo 30 metr. 10 ming so'mdan tanlab olasizlar. 10 ming. Qadarchalar ham Aytdik, olib xudo xolasa. Ha 20 metr olganlarga shpadarkalarimizni, ko'ylalarimiz qo'shib beryapmiz. Bayramlik ang. Bayramlik, hayitlik inshaalloh. 10 ming so'mga tushirib qo'ydik. Tanlab olaverasizlar mana shu yerdan. Shu qizni boshigacha, xudo xolasa 10 ming so'm. Endi bu tarafimiz do'yin original bo'ladi. 12,5 ming so'mdan. 12,5 15 millik tovarlarimiz 12,5 ga tushirib qo'ydik yana. 15 ming Yana so'm do'stlar, edi. GoPro'larimizni Hozir yengil, 12,5 ming so'm bo'ldi. Materiallarga javob, xudo xolasa, tovarlar uyaltirib qo'ymaydigan holatda. Bular uncha ko'p kirishmaydigan, 10 sent kirishadi kirishsa. Ko'p kirishib ketmaydi. Bularimizni 12,5 dan beramiz. 12,5 dan bo'lang. Ena. Do'yin original nomi eni 160. Ena bunday xo'janalamizga tovar olib keldik. Bu yog'i haj ziyoratiga niyat qilib olib qo'yiladi inshaalloh. Eni 1,5 bo'ladi. 2 metr 25 ming so'mdan puli. Buni ham guli har xil ekan. Guli har xillari bor og'a. Ena zarligi, zarsizi, mayda gulli, iri gullilari bor. 2 metr 25 ming 2 opajon. metr 25 ming. 12,5 ming so'mdan tanlab olib ketarasizlar. Ena bular sveji turibdi hali. Bular tikuvchilarimizda dim yigitni. Avo. Uyda tikib, bozorga chiqib sotaveradi. Sotishga ham arzon. Avo, bularga ham Tovarni arzon, kiyimni ham arzon sotib biladi, to'g'rimi? Hamma tovarlarimiz, xudo xolasa, non chiqarib biladigan holatda Ena turibdi. do'stlar, ena. Ena biznes qilaman deganlar,
o'zini biznesiga egala kelaversin, xudo xolasa ular bilan ham kelishaveramiz. Do'stlarning dukonchilar bilan ham 12,5 ming ishlashaveradilar. Ava. Yangida tikuvchilar bilan ham ishlashaveradilar. Postoyanniy klientlaring. Ava. Yana bularimiz bor, anorlarimiz og'a. Ishonavering, 10 ming so'm olib kelib, 10 ming so'mdan hayitlik. 10 Do'stlarning mingdan sotyapmiz. Yana aytib o'tdik, tikuvchilar dedik. Shunday tikib turib arzon do'konlar ham topshirib bilaverasizlar, ha? Ava. Bozordagilar o'zlari o'ylab olib qo'yadi ular, ko'ralarini. Mana ko'rib. Ina. Mana do'stlar. Chiroyli tiksa bo'ldi. 10 ming so'mdan bo'ldi. Mana tanlab olasizlar, svetlari bor. Har xil rasvetkalaridan. Anorli deyiladi. Bular 12,5 sotishimiz kerak edi. 10 ming so'mga tushirib qo'ydik. Bular hayitlik. Inshaalloh 10 ming so'mdan tanlab olinaveradi. Tovarlar o'zgargan. Yangilik bor. Baholar ham tushgan. Naqladim zo'r. Endi pasimizni to'ychilarni belgilab qo'ydik. To'ychilar, ha? To'ychilar qatori bu. Ha. To'ychilarga archag'a, kelin olishga, kuyov uylantirishga yana zo'rlari keldi. Zo'r, ha? Xudo qayimlarga qo'yishga markizalarimizni narxlarini tushirib qo'ydik. Tovar ham yaxshi ekan lekin. Tovarlari hibi, bu havo o'tkazadi, markiza masla deyiladi. Ularimizni eni 1.60 bo'ladi. 15 ming so'mga tushirib qo'ydik. 15 ming so'm. 15 mingdan. Ena. Markizani zo'ri 15 ming so'm. Mana do'stlar, zavoddan to'g'ri kelib turibdi. Kelaverasizlar 15 ming so'mdan. Eni 1.60. Ena. Yana do'stlar. Rasvetkalari dim chiroyli. 15 ming so'mdan. Har xil gulliklari bor. Endi bu yerda poplilarimiz silin, mayda gullik 10 ming so'mdan kelaverasizlar. Eni 1.60 bo'ladi. Aka tovar oldingizmi? Yaxshimi ekan tovari? Shifon yo'q. Yanaqa Istanbul, nima Singapur bor. Inabularimiz bor. 10 mingdan rasvetkalarni tanlab olasizlar. Ina bunday jangulliklari bor. Kelaverasizlar 10 ming so'mdan shu qator. YouTube'ga girsangiz ko'rib o'tiraveradilar, xudo xolasa narxlarni. Hozir Alixon Latincha bomboqlarimiz bor, og'a. Nima? Bomboq deyiladi bu tovarlarimiz. 17,5 ga tushirib qo'ydik. 20 ming, 25 sotilgan tovarlarimiz 17,5 ming so'mdan. To'ychilarga ham dim yaxshi bo'ldi mana. Og'a, ular archaga zo'r ketadidan. Buni ham mena qizil Xudolarga qo'ysangiz ham, padarkaga bersangiz ham uyaltirib qo'ymaydigan tovar. 17,5 ming, 2 metr 35 ming bo'ladi. Padarka qidirib yurgan odam kelaveradi. 2 metr olib. Bu ham bir do'nib turayotgan. Ava donadi bu. Donadi hamilyon xilidan. Ko'pralarimiz bular ko'pra bomboq deyiladi. Eni 1.60. Bularimiz ham 17,5 ga tushirib qo'ydik. Bular ham do'nib turar ekan, bir chiroyli bo'lib. Aynan 17,5 ming so'mdan tanlab olasizlar. Rasvetkalari bor. Ena bomboqlar 17,5 ming so'mdan, eni 1.60. Anorli bomboqlarimiz bor ena. Anor bomboqlar qoshli bo'ladi, Swarovski toshlari 17,5 ming so'mdan. 17,5 dan. Kelaverasizlar, har xillari bor, tanlab olib ketarasizlar. Har xil sveti ena. Endi yana bitta skidkaga tushgan tovarimiz. Bular zarli bomboq. Materiali zo'r. Archag'a, qudalarga qo'ygani ham zo'r. 17,5 sotyapdik. Hozir 15 ming so'mdan. 15 mingdan. Hozirgi bahosi 15 ming so'm bo'ldi. Skidkaga tushirdik 15 ming so'mdan. Buni zarli sveti bor, zarli bomba. Har xil rasvetkalari bor, kelaveradi. Tanlab olib ketaverasizlar 15 ming so'mdan. Endi bu yerda original bomboqlarimiz, anorli roza gulli bomboqlar 40 ming so'mdan bo'ldi. 40 mingdan. Bular 40 dan. Mana ko'ring, materiali zo'r, original varianti. Gullar ham bo'rt hech vaqt bo'lmaydi. Bular tovlanadigan xili mana. Hamilyon xili. Original varianti bo'ladi 40 ming so'mdan. Endi bularimizni ijjon gulliklari bor. Mana buni kiyik qosh deyiladi. Kiyik qosh bomboqlarimiz 30 ming so'mga tushirib qo'ydik. 30 dan. 30 dan. Ko'rib turibsizlar. Har xil gullari bor. 30 ming so'mga tushirib qo'ydik. Bular 35 sotyapdik yana. Hozir 30 ming so'mdan. Endi shularda ijjon gulliklari bor, og'a. Ijjon gulligina. Bomboq original bo'ladi bularimiz. 30 ming so'mga tushirdik opalar. 30 dan.
tanlab olaverasiz. Ashki qoshlarimiz ham 30 Bular dan bir bor. cho'ziluvchan bir nima ekan, ha? Chiroyli narsa. Zo'r ekan. Yengil yozgilik tovar. Endi bu yoqda belmandolarimiz adnatonni bo'ladi. 15 ming so'mdan belmandolar. 15 dan, ha? Stretch xili cho'ziladigani. Cho'ziladi. Tanlab olaverasizlar 15 ming 15 so'mdan. dan. Kelaverasizlar izlar. Buni ham har xil sveti bor ekan, ha? Rasvetkalari bor. Aynan. Har xil ranglarni tanlab olaverasizlar. 15 ming so'mdan. Mana do'stlar, ko'rib turibsizlar. Tanlab olib ketaverasizlar. Hammasida stretch bo'ladi. Cho'ziladigan xillari. Ajoyib variantlari. Ajoyib, 15 ming so'mdan kelaverasizlar. Boyagi pavoskalarimiz mana 7,5 ming so'mdan aytganlarimiz. 7,5 dan. Buni boshqacha Tanlab olaverasizlar. Yo'q, onajon ish qoldi. Ina. 7,5 dan, eni 2 bo'ladi. 7,5 dan, ha? 7,5 ming so'mdan. Endi bu yerda Muslim degan tovarimiz bor. Bularimiz 10 ming so'm bo'ldi, opa. 10 ming so'mdan hijobga, 10 ming dan, ha? ro'mollarga, hijob ko'ylaklarga zo'r aytadi. Молочный bir akkuratni ekan, ha? Chiroyli turadi, ko'ylaklarga ham. Gatoy bo'lib chiqadi ularimiz. Zo'r 10 ming so'mdan. Shamol ham o'tib turadi, bang. Havoni zo'r o'tkazadi, yana. Havo o'tib turadi. Rasvetkalari bor. 10 ming so'mdan tanlab olib ketaverasizlar. Endi bu yerda dvoykaligimiz bitta rulon qoldi aka. Bularimiz chalorga, yubkaga, Ketaveradi. kostyumga zo'r chiqadi. Eni 1.60, bularimizni ham 10 ming. Tovar ham tez-tez kelib turadi baribir. O, almashib turadi. Yana har haftada tovar almashadi. 10 ming so'mdan. 10 ming. Mana shu yerdagi shoyi Singapurlarimiz hammasi 10 ming so'mdan 10 bo'ldi. mingdan, ha? Rasvetkalarni tanlab olaverasizlar. 10 ming so'mdan shoyi Singapurlarimiz. Har xil rasvetkalari bor. Kelib tanlab olib ketaverasizlar. Endi bu tarafimizda Kupra degan tovarimiz bor. Kuprang. Kupralarda nariga 15 ligini ko'rdik, qoshsizini. Hozir bular qoshlilari 20 ming so'mdan edi. 20 ming so'm. 20 ming so'mdan. Turkiyaning ikki o'xshaydi bu ham, ha? Qoshli variant. Ova Turkiya kuprasi. Kuprasi. Ina. Toza ipak bo'ladi, havo o'tkazishi zo'r. Qoshli varianti 20 ming so'mdan. 20 ming. Kelaverasizlar. Har xil svetlari bor. Ina. Bular oldingizmi? Ketaverasizlar. Bular ham 20 dan. Tovarlar zo'rmi ekan, Tovarlar ko'rdingiz? zo'r. Ajoyib. Ina. Bu yerda Sumayya degan tovarimiz bor. Materiali zo'r. Bozorda 30 ming so'mlik voyich. Hozir bizda 20 ming so'mdan. 20 ming so'm, ina. Sumayya nomi. Ina. 20 ming so'mdan. Tanlab olib ketaverasizlar, yana 1.60 bo'ladi. Do'stlar, ko'ryapsizlar, bu ko'pida tanlov ko'p. Kelaverasizlar, xudo xolasa. 20 ming Doim so'mdan. bu odam ko'p. Ina. Arzon. Kupralarimiz, materiallarimiz zo'r, xudo xolasa kelaverasizlar. Endi sizga bitta do'konni ko'rsataman. Hozir u yerda ham to'ychilarimizga belgilab qo'yganmiz inshaalloh. Bu yerga kelaverasizlar, tovarlarimiz hali yana kelishda davom qiladi. O'tgan videomda men aytib o'tganimdek ko'p odamlar zo'r ekan, arzon ekan deb ko'p maqtadi. Bundan oldingi videomizda ham ko'rishingiz mumkin do'stlar. Bular bu videoda tovarlarning ko'psini o'zgartirganlar, yangi tovar, ham narxlar ham yana tushgan. O'zgardi inshaalloh. O'zgargan yana. Faqat shu xalqimiz uchun inshaalloh hammasini chiroyli qilishga harakat qilamiz. Hammalarga rahmat. Xudo xolasa bu yoqda ko'rpalilarimizni hozir ko'rsataylik. Xo'p bo'ladi. Keyingi do'konni ham ko'rsatamiz yana. Katta mestamizdan shunday to'g'ri chiqqaningizda xudo xolasa shisha do'konimiz bo'ladi yo'lda yuzida. Buni yaqinda ochdingiz ham? Ha, buni toza ochdik, xudo xolasa. Bu yerga faqat to'ychilar mana to'yga vaj kerak bo'ladiganlar bu yerda dasturxonligini, satinini, ko'rpachaliklarini mana shu yerdan olib, xarid qilib, mana shu yerdan ishini bitirib ketaveradi. Yana do'stlar, menda shu bir videoda ko'rpachaliklarni ham tushirdiningiz, yana xudo xolasa, yana to'ychilar uchun. Yana dasturxonlik bo'ladi bu. Eni 290 bo'ladi. 290 25 ming so'mdan pul aka. 25 mingdan, ha? 25 ming so'mdan. Bozordan 50 ming so'mga oladigan vajiz 25 mingni. Ana do'stlar. Tanlab olib ketaverasizlar. Materiallari zo'r. Mana. Qalin xili. Endi bu yoqda hamilyon takaligimiz bor. Hamilyon bo'la to'lanadigan xili. Dubaylarimizning qalin varianti bo'ladi. O, qalin ekan, ha? Mana ova. 1.15 dan 3 ta taka chiqaveradi yenidan. 1.15 olasiz, 3 ta taka chiqadi.
40 ming so'mdan metri. 40 mingdan. 40 ming so'mdan metri. Xamilyonlarimizni ko'rpachaliklari bor edi. Ko'rpachalik. Yenidan ikkita ko'rpacha chiqadi. 220 olsangiz ikkita ko'rpachaga ust bo'ladi. 35 ming so'mdan metri. 35 mingdan. 1 metr 35 ming so'mdan. Mana variantlari bor, xudo xolasa. Ko'rpachalik, takaliklar. Har xil chiroyli variantlar. Bular ham har xil svetlari bor ekan-a. Bo'g'oli xilova va xamilyon deyiladi. Bo'g'oli xili. Tanlab olaverasizlar, qalin variant. bir xil o'zi bular-a. Ha, bular 35 ming so'mdan bular. Pullari bir xil. Mana do'stlar. Bu to'shayli xili. Gap yo'q. To'shayli varianti ina. Tanlab olaverasizlar. O'rtasida chiziqsiz bo'ladi bular. Ina. Buni ham ko'rpacha qilib yuborsangiz ham bo'laveradi. Takiga ham zo'r aytadi. 35 ming so'mdan. 35 dan. Endi shularda Dubay bor, yupqaroqli xili bo'ladi. Bularimiz Dubay o'zimizni. Ina 2 metri 35 ming so'mdan 2 metr, 2 metr 35 17,5 mingdan tushadi. 220 sidan ikkita ko'rpacha chiqaradi. Ikkita ko'rpachaga ust bo'ladi, xudo xolasa. Variantlari bor. 2 metr 35 ming so'mdan. Zo'r. Endi buni zarsiz varianti bor ekan. Bu zarlilari, bular zarsizi 15 ming so'mdan metr. 15 mingdan. Metr 15 ming so'm bo'ladi. Endi ham shuna yashil xili bor. Yashil xili yana. Variantlari ko'p kelaverasizlar, xudo xolasa. Yana. Bu yerda g'ijim baxmallarimiz. Endi biri 60, bularimizni 25 ming so'mdan beryapmiz aka. Ana, materiali zo'r. Haqiqiy baxmal yo'qshidi. G'ijim baxmal bu. 25 ming so'mdan metr. Yashil xili ham bor ekan. Variantlari qizil, rozuviylari bor, xudo xolasa kelaverasizlar. Endi bu plastinalilarimiz. Aka, plastinalilar endi 230 bo'ladi. 1 metr 6 ming so'mdan. 1 metr 6 ming. 1 metr 6 ming so'm. 2 metr olsa bitta 9 panliga plastina bo'ladi. Xudo xolasa kelaverasizlar. 12 ming so'mga bitta plastina. Endi bularimiz trikotin deyiladi. Endi 160 ikkita ko'rpachaga satin bo'ladi, pasi. Endi trikotin qadimgi hech vaj bo'lmaydigan 10 ming so'mdan. Endi 160. 10 ming so'mdan har xil variantlari bor. Kelib olib ketaverasizlar. Bular ham shu bahang. 10 ming so'mdan mana shu yerda tanlab olaverasizlar. Do'stlar, do'konning ichida mena ichida vajlar bor, bemalol tanlab olib ketaverasizlar. Shulardan ichida. Mashindan ava. Bu yerda xamilyonlarimiz bor, satillar bor. To'pga olganlar kelib, xohlagan tanlab olib ketaveradi. Aynan. Olib chiqib o'lchab beraveramiz. Do'kon olib borib sotaman desangizlar, meni to'g'ri ko'tarib ketaverasizlar to'pini. Kelinaveradi, xudo xolasa chiroyli qilib beramiz, kelishtirib inshaalloh. Bugunina xalqimiz uchun dim foydali video bo'ldi, xudo xolasa. Inshaalloh. Kelaverasiz. Ma'lumot beringiz uchun rahmat. Omon bo'ling aka, siz ham ishlaringizga rivoj, azizlar esdan chiqarib qo'ymanglar. Shuncha mehnatlarni qadrlab, akamga ham bitta like, to'g'risi podpiska bo'lish esdan chiqib qolmasin. Videolarni yaqinlarga jo'natib qo'yinglar. To'ychilar hali ko'p bo'ladi bu yerda, inshaalloh. To'ylarga yordam qilamiz, kelaverasizlar. Sog' bo'ling, salomat bo'ling do'stlarimiz.